Bismillahi ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Her bir Müslüman ayol erkek yosh qari balog'atga jetgan odamga namozdan keyin so'l joqqa salom bergandan keyin takbir tashriq aytish vojib. Buni tashlab qo'yib bo'l kuni. Takbir tashriq Allohu akbar, la ilaha illalloh Allohu akbar va lillahil hamd. Takbir tashriq Arafa kunining bomdod namozdan boshlanib, Zulhijjaning 9'u, Zulhijjaning 10'u, Zulhijja 11'i, 12'si, 13 Zulhijjaning asr namoziga chayin 23 namozga takbir aytuv bo'l mildet. Agar imom unutib qolsa, ag'a eskertib qo'yu ortdagilardan milleti.